Torpak qancha oldu aka? 25 ming bo'lib tur, urg'achi. Tuğanlar. Assalamu alaykum, Jalpa Ел Qavar kanalının görüşçüleri. Bugün 10. yıl, 2022 yıl, Oştoğu uçkundağı mal bazardayız. Mınal жерден реальный satılgan bağlarda sizlerge bir kata tartıp çağıldırıp görsetemiz. Barыңыздардын кечеки бүгүнкү Курбан айт майрамыңыздар менен келсеңиздер мына ушул жерде унаалар турат. Жеткирет шаардын айланасына, шаарга же жана башка тараптарга. 30 адырдын картошкалар бар мына жерде. Дыйканчылык картошкалар. Акырын сатылган уйлар, жылкылар мал жерден чыгып келе берет. Биз аларды сиздерге тартып көрсөтө беребиз. Мына бул ургач экен. Qancha oldu aka? 30 ming. 30 ming bo'lib tur mana bu. Berekesini bersin. Ola qanchadan bo'ldi? 380 ming bo'lib tur mana ularchi. 380 ming so'm bo'ldi. Ha, just tayinlab qo'y. Sen ketmaysan lirasilar jirga. Tayinlab qo'y. Qayttınız mı aka? Satılgan uyları tartalı bir. Realni bağladı. Tart otam da. Yine kança oldu buna bu? 18 ming bo'lib tur, urg'ach ekan. Do'stim qancha oldi buna bu? 68 ming. Qisir o'xshaydi. Berekesini bersin. O çıkıp dur mu? Ola qanchadan bo'ldi buna olar? 141 ming so'm bo'lib tur. Sındı qunajınlar ekan. 141 ming so'mdan bo'ldi. Tak. Qancha oldu aka? 44 ming bo'ldi. Erkek ekan. Berekesini bersin. Ötkönde sizden kartoşka alıp gitti mi aka? Ayvay şirin ekan da. Qanchadan bo'ldi bası? Tag'in dele oşonda ele. 20 so'mdan 36'dan kartofeli. Bir paket alıp kettikile uyda turadi tag'in delechi. Qancha oldu aka? Kızsın uğraşın. 125 ming. 225 ming bo'ldi mana. So'yishga ketdi o'xshaydi bular ha. Qurbandiga ketdi. 125 ming bo'ldi. Yeti yaxshi. Qanchadan bo'ldi aka? 100 mingdan bo'ldi mana bu buqalar. Yeni ola qancha oldu aka? Yeni ola qancha oldu o? 92 ming bo'ldi yeni ola. Buqa qancha oldu buqa? 100 ming bo'ldi bu dağı. Mal pay erkeğe eken 29 ming bo'ldi. Так, bugün 10. yıl 2022 yıl tuğanlar Oştoğu uçkundağı mal bazarda görüp atasızlar. Realni bağlarda çıkan satılıp.
Qancha oldu dozim? 25,5. 25.500 so'm bo'lib tur mana bu. Urg'ach ekan. Ava qancha oldi? Bu 20.000 bo'lib tur erkak ekan. Yeni ola qancha oldi uka? 80.000. Qanchanchi bolasi ekan? 4-chi bolasi ekan, 80.000 bo'lib tur. Bozori shunday to'g'anlar. Yeni ola qancha oldi aka? Şef qancha oldi yeni ola? 3,5 Qanchanchi bolasi ekan? Birinchi bolasi. Bo'ldi, жаңа ochma 61.500 so'm bo'lib tur. El qavardan ko'rasiz. 60.500 dedi, 61.500 dedi to'g'anlar. Şef qancha oldi? Vasini aytib qo'ying mana. Qancha oldi? 33.000. Bo'z ekan, ha? So'yganqa u. Jelini solib qolib turib. Ha. 33.000 bo'ldi. Qancha oldi ava? 30.000 bo'lib tur, erkak ekan. Yeni ola qancha oldi aka? 60.000 so'm bo'lib tur. Qanchanchi bolasi ekan mana bu? Жаңа ochma. 60.000 so'm bo'ldi. Qancha oldi aka? 4. Qancha? 54.000 bo'lib tur, erkak, buqa. O'shosi meni o'shosi meni qiziqda, ava. Bozor o'shosi meni qiziqda. Mana bu yeni oladan 60.000 bo'lib tur. Satılıp chiqib ketadi. Yeja qanchanchi torpoq ekan mana bu? Mayli, жаңа ochma ekan, haydan. Altmış bin so'm bo'libdi. 60. Жаңа ochma ekan. Kartoshka oldim bada. Sekin. Oy. Qancha oldi o? 46.500 so'm bo'lib tur, mana bu erkak ekan. 46.500 so'm. Kartoshka oldim bada. Qanchadan bo'ldi do'stim? Qanchadan bo'ldi? Qancha oldi aka? 87 oldu. Yekoy 87.000 bo'ldi. Qancha oldi aka bu? Qisir ekan. 66.000 bo'ldi qisir ekan. Yeni ola qancha oldi aka? 101 oldu. 101.000 yeni ola. Ana bola qanchadi? 101.000 bo'ldi. Bozori shunday to'g'anlar. Real bolalarni ko'rdingizlar. Men jintaqdayım. Biz meni cho'g'ol turingizlar, el qavarni ko'rib kuzatib turingizlar, kommentariy, like bosib turingizlar. Agarda video yoqqan bo'lsa, yoqmagan bo'lsa, anda dislike. Sin aytsangizlar, sin, fikr aytsangizlar, fikr, o'y desangizlar, o'y. Ketdik, yuringizlar.